Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina ve thabbit aqdamana ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim enneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim enneke hamidun mecid. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود يعني في سجود السهو سجد السهو خيغان چغدا اقتدا خيغان شيء إمامغا آغش مسلسي فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة قچان دا آغشدو قچان آغش مايدوس اگر bir rekat namazı ülgüyen bolsa andın imamga ağışıp sehv kılıdı. Bir rekatga ülgümeyen bolsa bu çağda xuddi bu imamның alıq namazı ülgümegендek açık olub öz aldığı yana başladı okuyulgandek mında düşüngechke bu sehvga münasibetsiz onunla qılmaydı o deb. Bu hazır alıqa iqtida qilgıcı imamның namazıga qanda çağda ülgügen boldu, qanda çağda ülgümegen boldu degan masalalardan kelib chiqdi bu. Ve qavmun lam ya'tabiru zalik. Yani bazılar ya bu bir rekat ülgüsün ondan karımız yok. Femen lam ya'tabir zalik famasiran ila umum qol. İmamның namazı ülgüsü salam berişte ilgire deydi. Seysahu qisbil seysahu quludu. İnşallah ekber diğer İslam buldu. Bunun delili şu müşahidisinin umum gıstı. İnnemâ cu'ilel imâmu liyu'temme bih. Senin imamın mı imamın emas mı imamın? Ondan kadar ağırsa. Ve men i'tabara zâlik femasira ila mefhûmi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem fakat edrekes salâh. Demek ma imamaya dese andın namazı ülgügen boldu diyen fikrini birleştirip bir rekat ülgüsü diyeninin delildi mi o? İ'tabara zâlik diyene bir rekat ülgürüşü kerek diyenler men adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat diyen hadis asaslandı yani. Tamam, mefhumu yani şu eğer Men lem yudrik rak'a la yudrik as-salat. Ondan sen cemaat namazını ülgürenmeye hesap to'g'andikan imomninki seysaviga mulzam emassan. Sen münasibesiz. Bundaysa sensal qilib bo'ladi. Nima qiladi? Qo'yib ketadi. ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة. Muşun ixtilaflaşqandan yana nima kelib chiqdi? 3-masala ixtilaflash kelib chiqdi. فقال قوم إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم. Musafir kishi muqim turayotgan kishiga iqtido qildi. Lekin bu bir rekatga o'zgarmabdi. Aqalla min rak'a bir rekatga o'zgarmagan ekan, qanday qildi? Bu o'zi to'liq o'qimay ikki rekatdan o'qiydi. Chunki hozir yana boshlarda o'z oldida o'qigan bilan o'xshash. O'z oldida o'qisa ikki rekat o'qiydi musafir. Hozir ikki rekat o'qiydi dedi. Bo'lgan jamoatning tajribasini topgan bo'ldimi yani? Tajribasini topmagan bo'ldi. Ama birinchi qarashda men adraka rak'atan min as-salat faqat adraka as-salat deganda faqat adraka fadlul jamaa, fadl salatul jamaa degan ma'noda desak, bu bir rekatga ulgurmagan ekan jamoatning tajribasiga erishmagan bo'ldi deydi. Undan keyin bu jamoat bilan namoz o'qimaganiga o'z oldida o'qigan bilan o'xshashadi. Yani masalan, bu ikki rekatdan o'qiydi. Çünkü musafir olganligi ikki rekat farz bo'lgan. Wa iza adraka rak'atan lazimahul itmam. Bir rekatga ulgurib qolsa to'liq o'qish kerak. Fa hada hukmul qada'i alladhi yakunu li ba'd as-salati min qibali sabq al-imam lahu. İmam burun namozning bir qismini o'qib bo'lgan holatda keyin ulgurgan kishiga nisbatan da qazo qilishning hukmi shu deydi. Hamda hukmul qada'i li ba'd as-salat alladhi yakunu lil imam wal munfarid min qibal an-nisyan. Unutib qilib o'qiyanmay qolgan namozning bir qismini de namozning bir qismini unutib qilib o'qiyanmagan taqdirda buni qazosini qanday qiladi? Masalan bir rekatni unutib qolibdi, bir sajdani unutib qolibdi degandek. Qasdan tashlasa namoz bo'lmaydi. Chunki rukni tashlayotgan holda namoz bo'lmaydi. Boshqa vojiblarni tashlatsa gunohkor bo'ladi. Yani bunu unutib qilib tashlab salgan holatda qanday qazo qilish kerak? Hukmi nima? Fa innahu ittafaqu ala anna ma kana minha ruknan fa huwa yaqdi. Yuqda desak bo'ldi. Agar unutib qolgan qismi namozning bir rukni bo'lib qolsa, buning qazosini qilish kerak. Namozi shu qazosini qilmasa namoz bo'lmaydi. Yani farida, rukn deganda farzdan iborat surda emasmi? Rukn farida. Wa annahu laysa yujzi'u minhu illa al-ityanu bihi.
Aşını kılmasa namaz bulmaydı o. Ve fihi mesailu ihtelafu fiha. Burada yana ihtilaflaşkan bir mesele var. Ba'duhum evcebe fiha'l qada. Bazılar kazasını kılsan buldu depti. Bazılar ya onu kılmaganiga namaz olmadı, qayta o'qish kerak deb. Hozir qayta o'qishlar qazoningki farqi. Ruknni tashlanib qolsa, unutilib, o'chada namoz bo'lmadi, sen namozni qayta o'qiysan. Ba'zilar yo'q, namoz unutib qolgan ekan bu. Unutishning hukmi yengilroq. Unutib qolgan narsani qayta o'qiyotsa, namoz to'g'ri bo'ladi-ku debdi. Şuna delil buldu. İkirken unutup kalıp salam vermekte. Şirkette de kıldı. Mesela teşahhüdünü taşırıp oturuk teşahhüdünü. Üçüncü hareketi kopup gitti. Kim tulup okudu, secde okudu. Mesela men nasiye erba'a secedatin min erba'a raka'atin secdeten min kulli raka'a. Bunda buluşumu natayin. Bula alqa naziriye cahattin bak meşkışka umra qoğan eken bunda faraz qilib turib. Yani 4 rekatta her birisini bizden secde qilib bunda o'qisammas savallikdan unutib qolish deyaptim. Yani faraz qilsak fiqh tarafdan pishishsin, seni qilib baqamaydi deb baqam masalan. Hamma mazhabning kitoblari bor bu gap. Hamma mazhabning kitoblari bor. Eğer bir mazhab balki boshqa hamma mazhabga bunda yuqtirayotgan bo'lishi mumkin. Moda qilayotgan. Emniyette bunda bo'lishi bak natayin. Jiroq. Bir rekat unutib qolar. 2 rekat unutib qolar. 4 rekat namimiz bir rekat unutib qolamdi. Fa inna qawman qalu yuslihu ar-rabi'ata bi an yasjuda laha. Endi ilgirki 3 rekat bir sajdadan taslim qolganlikdan biz bakolat ketdi. 4-rekat hozir taqa bakolash oldida bo'lgan ekan, bu taqa qo'lda shuni ama. Qachida biz sajdadan qilib bu rekat joyida bo'lgan bo'ldi. Mana diqqat qilib turamiz, mana bak jonski masala ekan bu. Oldidagi rekatimiz bakolat ketdi. Demek 4-rekat joyida bo'lgan ekan, oldidagi 3 rekat bakolat ketgan ekan, 4-rekatni hisob qilib turib, keyin 3 rekat o'qiydi deydi. Shunama summayati biha degan shu. Va huwa qawlu Malik va Imam Ahmad ikkalan so'z. Wa qawmun qalu tabtulu as-salatu bi asriha wa yalzamuhu al-i'ada. Namoz hammasi bakolat ketdi, qayta o'qish kerak. Bu Imam Ahmadning yana bir qarashi. Demek İmam Ahmed'in bir karışta İmam Malik'den bilirler. Yani bir acizraf rivayette İmam Ahmed kayıt ilişkili hemmimiz bekavaldı, namaz bekavaldı diyor. Abi şimdikini 4. rekatte secde kılarından doğru oldu, 3 rekat bekavaldı gitti dedi. Bunun hazırda 1. rekatının secdesini kıp boğanı ki andın 2. rekat okuysa. Andın 2. rekatının secdesini kılışın gerek. 1. rekatının secdesini kılmayıp 2. rekatının bir secdesini kıp koysan buldu o kaiz boyu çıkmadan o bekav Manda diyor. Yani 4. rekat ne için saklap kaldı desem 4. rekat hazır okup bir secde kıldık şu çağda kaç 2. secdeni kılıversak bu cahil oldu hem onun oruna izbas bulmagan iken vaktini ilgiri aldık. Kutkuza aldık abi. Ondan ilgirki 3 rekatını biz kayda okuyamayız. Kayıt versek ne oldu? Demek kaç kupap şu abika olap ketken iken mana ulab 3 rekat okuversak buldu iken. Elbette secde kılış gerek. İmam Ahmed'in işkini karşı hemmisi bakabıdı. Yani başlardan kopuk okuysa. Yelzemul i'ade değil. Ve kavmun kalu ya'ti bi 4 secedatin mutevaliyetin ve tekmulu biha salatu. Qalqın 4 secde kılıversen, bir secde adık 4. rekatın secdesi bir çalaqağını. Qalq 3'e ilgirki 3 rekatın secdesi. Ne oldu ki 4 secdeni qalqın kılıversen, açkem qağa yerge cayı uçup gitti. Qalq secdeler doğan isterim. Yani. Rükûna secde çıksa mı hükmü bir oğlanki boşa çıkıda mı? Rükû iken bir tili var. Bu bir tilinin bütün unutup qalsa faqat eşitme qilmay qolgan bo'lib buzib ketishi mumkin. Lekin secdenin ikkisi var ki yerimiz azraqini qildi, azraq chala qoldi. Ma tarafdan farq. İmam Abu Hanifa 4 secdeni aqaqdan qilsa bo'ldi, joyida bo'ldi. Secdeni rükün deganda o'sha chiqqansini mukammal bir adet tutup atmak rükün deyilsin. Mesela bir secde olan muslaklarda kadar yerine rükün. Şu yerim kaldı deyin yapım. Rükün bulamaydı. Ya secde adı secdenin işkiliyse mi o ya mutlaka sucud mu rükün? Mutlaka sucud olması mümkün. Verkâhu ve sucud diyenken secde vahide aşırı ayetinin muskil şudur.
iqomatul ba'd maqamul kull degandek, bi ba'd ma tadullu alayhi al-asma degan qoidadek. Lekin bu yo'lda deyish mumkin. Mazhabning tafsirli kitoblarda bu secdaning ikkinchisi bir hukmdimi yoki birisi dastlabki sifat, ikkinchisi vojib va ikkinchisi sunnat yoki narsa chiqadi. Endi bo'lishi mumkin. Wa qaumun qalu yuslihu ar-rabi'ata wa ya'taddu bi sajdatayn. Sizning kitobingiz shundaymi? Men bu xatolik qolgan deb qoldimmi buni? Wa ya'taddu bi rak'atayn. Sajdatayn shu rak'atayn gap nima deydi buni? Ay rak'atayn deb Ha? Ay rak'atayn. Aynen. Çünkü o İmam Şafii'nin vazifesi udul kemmetti zaten. Yani bir rekateyn de koysak mı oldu bana? Bir rekateyn ve ya'taddu degene yani yani yavaşladı 2 rekat okuydu degan gap. Hayır o kavmun qalu yuslihu ar-rabi'ata ve ya'taddu bi rekateyn degene nim demakchi desa ma ibardan qarasak 4-rekat shu naq maydon bo'lgan ekan bir sayda qilib aslam 4-rekat joiz bo'ldi. Tuzilib ketdi. Andan tuzilib ketgan bilan ilgirikini 2 rekat saqlab hisoblab turib keyin 2 rekat o'qiydi degan ma'noda ko'rinishda. Lekin buni Shafiy mazhabining o'zining kitoblaridan qarasak-chi, nima demakchi Shafiy mazhab? Ma iborada aniq ibora sunnati-chi muallifat. Bir xil tutuqlik bor. İmam Navaviy bunday debdi. Yani bular namozning sajdalarida tartib shart deydi. Ma'ni bu o'zi shart emas degandan oqog'ini to'tni qilyapsizmi, bu tartib buzib ketmaydi dedi. Ma Shafiy mazhabida tartib shart edi. Qanday shart desa, birinchi rakatning sajdasini sen ikkinchi rakatning sajdasini qilishdan burun qilishing kerak. Agar ikkinchi rakatga sajda qilib bo'lganidan u chala qolganda ahvol bo'lsa, u hisoblanmas. Bunda. Demak, hozir qanday bo'ldi ekan? Yani Shafiy mazhabining nazari bo'yicha qanday bo'lmoqchi? Fayahsulu rak'atan dedi. Yani 4-sini sen bir sajda qilib, 4-sini tuzib olding deydi. Tuzib olsang bu 4-rekat saq bo'ldimi? Ondan birinchi rakatningki bir sajdalik birinchi rakat bilan ikkinchi rakatdagi bir sajda ikkisini nima qilib turib, araliqdagi boshqani hisob qilmay, ikkisini bir rakat hisoblar ekanmiz. Yani birinchi sajda bilan hadi birinci rekat bir secde, ikinci rekat bir secde, üçüncü rekat bir secde, dördüncü rekat bir secde vardı. Birinci rekatta bir secde bilen, ikinci rekatta bir secde, ikisini juplab, iki secde aralıklıgını yok hesapka süpürüte bir rekat buldu ekimiz. Andın üçüncü rekattaki secde bilen, dördüncü rekattaki ikisini çaplaplam bu ikinci rekat okup buldun deydi. Tamam? Demek bu 4 rekatta 4 secde kılıp okugan neticesini mahsule 2 rekat bo'ldi namazdan. Şu xatomiş ibar. Yuslah degan gap ilgirkinimiz. Ma'anda yuslah rabi'a debdi bu xato, yani Shafiy mazhabining kitoblarida bunday gap yo'q. Agar yuslah rabi'a desa bizning yuqoridagi bir qarash degandek sajda shunday qilganki 4-rekat joyida bo'lib ketsin. Demak, İmam Navaviy nima debdi? Fayahsulu rak'atani. Jami 2 rekat o'qigan bo'ldi. Tatimmul ula bis-saniya va s-salisa bir-rabi'a. 2 rekat oldu. Endi sen yani 2 rekat o'qiysan. Fayati bir rak'ataynil ukhrayayn. Ma Shafiy mazhabining qarashini naql qilishda ya iborada bir xatolik qilib endi qilmay qoldi mana unda. Yoki xato naql qilgan. Buni tartibga keyin qilish kerak deb bir zaman bo'lish kerak deb ishlab shundan bir tartib. Masalan, tartibni farz desa, qonun bundan keyin uzoq turib, yuqori bo'lish kerak bo'ladi. Ma'noda bu tartibni farz desa, Allohga bosh turib qiyom narsalar. Yani bu tartibninkini namoznikiga ekanmaymiz. Namozning ustida deydi, namozning tartibi zodi Shafiy mazhab tartibni shartlamdi demamdi. Mesela 2 secdeni oqidan qilishi yoki yana bir rekatningki secdasi bilan yana bir rekatning secdasi oralig'ida zada endi bir tartib bo'lishi kerak demamdi. Tartibni shartlaydi bular. Shart lekin rukudan keyin sajda qildi degan tartiblar ular. Yo'q, birinchi rekatning secdasi bilan ikkinchi rekatning faoliyati birinchi rekatning secdasini qilib bo'lgandan keyin unda ikkinchi rekatning qilishing kerak. Chalib qo'yib unda atib olsang, bu ikkinchi rekat tushmaydi sana deyishmi.
Demek hozir birinchi rekatga sajda qilib bilan bir sajda tashlab qo'yib ketgan bo'lsa, bu qiyomda turib Qur'on o'qidi, unda ruku qildi, undan sajdaga borsa, mushqiga orliqdagi ishimiz baka bo'lib ketar. Chunki hozir tartibni buzayotgandir. Unda qilgan sajdani, ana ikkinchi sajdasida bilan juplab qo'yadi. Bu Imom Navoiyning degan qarashi bo'yicha hamda shu Shafiy mazhabining nomi degan gapiga asosan naql qilgan so'z. Shafiy mazhabidan boshqa gaplar bormi, boshqa kitoblar Alloh. Lekin Imom Navoiyning so'zi shu hisoblanadi. Shafiy mazhabi. Demak, hozir Shafiy mazhab bunday deydi. Eğer bir rekatda birdan sajda qilib 4 rakat o'qigan bo'lsang, birinchi rekatdagi bir sajda, ikkinchi rekatda bir sajda, birinchi rekatning ikki sajdasi hisoblanadi. Uchinchi rekatdagi sajda bilan bir sajda bilan to'rtinchi rekatdagi bir sajda, ikkinchi rekatning ikki sajdasi hisoblanadi. Demak, sen jami 2 rakat o'qigan bo'lding. Endi ayrim-ayrim 2 rakat o'qivasan, 4 rakat to'liqlanadi. 4 rakat namozda 8 sajda bor, 4 qildim. 2 hisoblanadi. Ha, unda asan. وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب. أنا أمد شغل كم ترتيبني. مثلا مش هذا ترتيبنا راقلش كريكمو كريكمسمو. فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة. مثلا إمام أحمد تك السجدة من ترتيب قلش كريك ركعتنا من ترتيب لان قلش كريك دسا وشاهد نمازون بكاول ده. شو إنسان ترتيب كرايكم مثلا. ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة. Secdede mi o tertipte yani birinci secdeden ki ikinci secde kılışın gerek, bunda mınşın gerek de şart kılıp kalsa, ahirki rekat ne hesap olur çünkü ahirkiden iki secde kılalığını ki olacak, ülgürerken. Bunda ülgürken misi baka dedi. Kıyasen ala qada ma fatal ma'mun min salatil imam. Bu xudda biz ülgürenmegen namazını toluk okuduk da, bir rekatga ülgüren bolsak şu hesap oldu, kalgan şu rekatını okuduk. Şunu okşaştan kıyas kılıp şuna depti. ومن لم يراعي الترتيب yani tertibine riayet qilish kerak emas deganlarni bir mazhabdagilar buni bizergatlam cho'tni qatarasqa secde qilsang bo'lardi debdi. La siyama idza i'taqada anna at-tartib laysa wajiban fil fi'l al-mukarrar fi kull rak'a. Har rakatda takrorlanib turgan secdega o'xshashimida unda tartib vojib emas deb qaraganlar. Yani bir mazhabdagilar bu aqaqadan qilsang bo'ldi. Va zalika anna kull rak'atin tastamilu ala qiyamin wa inhina'in wa sujud. Nima uchun desa, har bir rekatning o'zi qiyomni, egilib, ruku qilib turishni, sajdalarni o'zi ichadi. Ana sajda 2 qatim bo'ldi. Undan bu takrorlangan narsada unda tartib kerak emas. Fazama ashabu Abi Hanifa anna as-sujud lamma kana mukarraran lam yajib an yura'a fihi at-tartib. Ana sajda takrorlangan narsa bo'lgandan unda tartibga rioya qilmasak bo'ldi. Misol iborada bir masala bo'lishi mumkin. Lam yajib an yura'a fihi التكرير في الترتيب ضده من أجل من ده بولش كده لم يجب أن يراعى في التكرار الترتيب يراعى فيه التكرار في الترتيب يراعى فيه الترتيب في التكرير يراعى فيه الترتيب في التكرير ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة القرآن من الركعة الأولى مش تلاستاشق أخشش لهم مالكي مذهب ki alimning ishida manda bir masalada ixtilof bor edi. Bu shunga o'xshab qoladi. Birinchi rakatda Fatihani unutib qolgan kishi qanday qiladi desa, ba'zi olimlar, ya'ni shu Maliki mazhabining ishidagi ba'zi olimlar la yu'taddu bir rak'ati va yaqdiha debdi. U rakatni hisob qilmaymiz. Qayta qazosini o'qiydi. Ya'ni ba'zilar namozni butun o'qiydi, butun qaytalab o'qiydi, ya'ni hammasi baka bo'lib ketdi debdi. Va qila yasjudu lis-sahv. Ba'zilar sajda qilmasi bo'ldi debdi. Namaz to'liq oldu, secde qilsa, o'qiyanmagan Fatiha'nın o'rnini tuzilib ketadi. Mushu masalam da bayaqtangidek shu tartib va kazaga chetishlatmoqchi. Va furu hadal bab kathira. Bu tarmoqlarni birdan-bir serib chiqish tez, chunki bu ko'p bo'lganlikdan. Va kullaha g'ayru mantuqun bih. Hammasi ham da hadisda aniq bunda belgilab qilgan ishlamas, hammasi qanday narsadan iborat bizning qiyos aqli tahlillerimiz, mülçerlerimiz bilen da dep bakkan bu işi bulduğan şey olan için biz ma kitapta neme maksat qilgan qoida karakterler çoğ meselelerini, meşhur meselelerini, andı mantık bilen biraz çetişlik meselelerini bahs qilamiz degan bo'lg'achqa, u tafsilotga kirmadoq. Maliki ma onun rahu secde degan secdada tartibni rioya qilishni shart qildi. En ahirki hareketten başkası hareketler bir gavla kılıp ise bunu mal der.
Kim kardeşini şurada falan da ama. Yok, baştaki 3 rekat baka olib ketdimizmi? 3 rekat baka olib ketdi. Chunki ra'y qilmaganlikdan. Şu anda Şafii'lerin karşı var. Şafii'lerin karşıda tabii tarzı bir rekatayım toplamız mı? Ya Şafii'nin qarshida 2 rekat qilsa bo'ladi. 4 secdelik 4 rekatni 2 rekat qilsa bo'ladi. Aralıkta şart olgandan keyin bu ikinci rekat deb bizning o'qiganimiz buni hisoblamadı. Ya sen hozir mush bir secdan oqidan yana bir secda qilishing kerak-da. Mana tartibni buzib aralıqqa bizirgan qilib qo'ysang o hisobsiz. Bunda tartib shart qilingan. الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو. Vamda bu sahvlik qilib qolgan taqdirda qilib turgan sajda to'g'riliq. Sahv bilan nisyanning farqi bormi yo'qmi? Nisyan degan unda bu odam bilibdi, tamam. Bilibdi, unutib qoldi. Sahv deganimiz bilsin yoki bilmasin, ish qilib bir hamda bir xatolik qilgan yoki xatolik kam ziyoda qilib qolganini تقدمه ذكر الأولى فما من النسيان فلا بد أن يتقدمه الذكر. Şükran. Burun istilbatda keyin andan unutib qoldi degan. Ma sahv degani beparvolik qilgan yoki bir xatolik sodir qilgan. Ana o sahv nimadan bo'ldi desa, odam boshqani o'ylab qoladi, dunyoning ishini o'ylab qolganga, yo bir g'ambasi bo'ladi, shunama. Bunda ahvolda sahvlik inson bo'lgan ekan, bu sahvlik bo'lib. Alloh taolaning unda merhameti bunu şunda bir hatalı qilib qolsa, secde qilsam ortiq kam qolgan yerlar tuzilib ketadi. Yani bu Cabir deymiz bunu. Ha Cibran dedik qo'yatganda, Cabirmiş. Secde degani Cabir. Kam ko'sni ortiq yizbaslik yerlarini tuzilib turadi. Hamda qasdanga, yani sujudul amd bama yo'q. Nima uchun? Qasddan tashlab qo'ysa namozing buzildi. Yani tashlab qo'ysa namoz buzilgan narsani tashlab qo'ysa qasddan namaz buzuldu. Mesela arkanını, ama farzını taşlatıp varsa namaz buzuldu. Lakin Şafii mezhepte kaçtan taşladın secde kılası buldu, lan karış bozuşmuyor. Namazın bütün kayıtlaydı anda. Kaçtan taşlasın namaz bütün namaz bulmadı. Lakin bu secde de biz namazın şu çalıkara yerine orunda tutulan özür edetimiz kaç tüyeydi. Ve bir adam da bu amdının secdesi yok. Ama hamdan namaz taşlarsa namaz bozuldu dengen. والسجود المنقول في الشريعة في أحد الموضعين. Şeriatta kelgan bu secdelerge ikki o'rinda ya ziyada ya kam bo'ladi. Ama الذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد. Qasddan kelmaydi. Lekin bu sahvlikdan, yani unutib qolishdan keladi. Yani qasddan bo'lsa nima uchun unda yo'q desa, çünkü qasddanninki ig'ir bo'lgandan keyin uni u secdani yamug'ilib bo'lmaydi uni. Tuzat qilolmaydi. Bir rekat olsun, bir secde olsun, qasddan tashlatsa namoz bo'lmaydi deydi. Af'al salat ve aqwaliha desnama aqwal yani qira'a ve azkar. Şunu özçüyor. Bunda qira'a af'al da bunda ayrıcımısın buldan namaz. İmma inde şekki fi af'al salat. Yana qanda çağda secde qildi desa, namazdan mesela biraz secden kam qo'yib qo'ydim mi, qo'ymadim mi, ya bir rekat chalib qolganmidi, qolmaganmidi deb sheklinib qolgan bo'lsa, da nima qilib batab, o'yinib batab, ya azroq qismi ya ko'nglimiz bakrak xotirjam bo'lgan rakatni hisoblab bilan o'qitib, keyin oyog'ida qanday qilamiz? Ko'ngil taqmo xotirjam bo'lsin, secde qilib. Bu shima nima desa, bir xil ehtiyot. Ama belki sen joyda o'qigan bo'lishing mumkin. 4 rekat o'qidi hozir. 4 rekat men 3 rekat o'qidimmi, 4 rekat o'qidimmi deb qoldim. Qolgan 4 rekat o'qigan dema. Ya 3 rekat o'qib solgandimmi ya deb 5-ni o'qiymiz ya. Belki 5 rekat o'qigandik ya 4 rekat o'qib to'xtagandik. 4 rekat o'qigan bo'lsa bu secdani bo'ldi. Biz ehtiyotdan ko'ngil xotirjam bo'ldi. 5 rekat o'qigan bo'lsak-chi, bir rekatni qilib, 2 secda 5-rekat bilan ikkisi birlashib, yani 1 rekat hisoblanib, 6 rekat hisoblanib, 2 rekat nafl bo'ldi. Yani aşırı olan yüşeffa bihi bunu ayıqda, hadis'in ayıqda tergimen şeytan. Çünkü şeytan bu
bizni ozdurman, bunda hep düşmanlık qilgan bo'lgan ekan, Alloh taolo bizni nimamizdan ishini tamom xatolaştırman desa, sizni tiplam Alloh taolo taxmini ortiqroq savolni bergan ekan, shaytonning ishini qilishtirgan gap. Tarjimonli shayton degan shu. Ishini qilishtirib taxmashi echitib buni asrat qoldirgan gap. Demek shak qilib qolgandimi, hozir saysav masalasi bor edi. Ziyoda va nuqsonni bor, shak qilib qolgan ahvolda ya yabni alal yaqin, aqallini hisoblab turib, aqallisi shu yaqin-ku. Yoki undan unda g'alabatizdanni qila olgan bo'lsa, g'alabatizdanni o'qib saysav qiladi dedi. Fa amma as-sujud alladhi yakunu min qibal an-nisyan la min qibal ash-shak. Yani unutib qilib saysav qilish kerak bo'lgan o'rin bo'lsa, falkan fi yanhasir fi sittat fusul. الفصل الأول في معرفة حكم السجود. أنا سيد قيسنا حكمنا ما ورلر قيسة خندا جنسك شقاية خندا جنسك حالة لاجة عند كم قاسة بيشالة قاسة من سيد قيس كريك ولده. ثالثا سيد سهل خندا قلماس bir سيد قلم دم إشك سيد مو مثلا الله أكبر دم دم دو سلام دين لقرم كيم مو ديندك. الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو. وسيد سهونا كم قلده İmam Kılıçlam olamda, muhtadimi kılamda diyende. Es-sadis bimâdâ yunebbihul me'mûm el-imâme sâhiye alâ sehvihi. Cemaat imamı sahvarlık ötküzüp kalsa kanda şekilde agahlandırış birido. Çavçalamdo, ya tesbih etamdo diyende. Ya kemde erzaki alıtta imamının maaşı hata ketler de kuyamdo mesela. Ma bulmadı cemaat da kuyamdo. Bahs qilmoqchi bo'lgan masalaning xaritasini sizib qo'ydilar. Mana masalani bahs qilmadi. Birinchi fasl ixtilafu fi sujud sahv, ya'ni fi hukm sujud sahv deydi. Sajd sahvining hukmi nima zodi deganda talash tartish bor. Hal huwa fardun aw sunnah? Farzmi, sunnatmi? Ya'ni farz degani vojib yo sunnat desak bo'ladimi jumhurning musli? Fadhahaba ash-Shafi'i ila annahu sunnah. Imam Shafi'i sunnatdir. Sunnat olan qilmasini Günahkar bulmaydı o denge bardan. O İmam Ahmed'den bir rivayet ekan. Yeni bir rivayette İmam Ahmed'den yecib dedi. Vacib. Yani namazda buzulgan narsadan birini tashlatib qalsa, qasddan tashlatib qalsa, buzulib ketadigan ayında faaliyatni sahvallikdan tashlatib qolganda vacib bo'ldi dedi. Yani bir İmam Ahmed'ning bir qarashi. Lekin ma İmam Shafi'i bilan bo'lgan qarashda sunnat deb. Wa dhahaba Abu Hanifa ila annahu fardun deb. Ama Hanifi mazhabning qarashini o'ttirib qo'yishda bir masala bor bu yerda. Aslida farz degan so'zni ishlatish to'g'ri emas. Hanifi mazhab vojib deydi. Hanifi mazhabda lekin sunnat degan qarashmi bor. Quduriylar masalan sunnat deb qaraydigan, andiki Hanifi mazhabda shu keyingilamda hisob qilgan qarash vojib, hidoyda masalan. Ular vojib degan qarashini shu to'g'ridir. Demek bu mezhebni naql qilishda Quduriy bilan Karxining ikkalarining naql qilishi o'xshash emas. Quduriy sunnat deydi bizning imomlarimiz, Karxi bizning imomlarimiz vojib deydi degan. Lekin keyingi ulamolar qanaqagan Hanifi mazhabda hisob qilgan qarasa vojib degan. Karxining qarashi. Karxi naql qilgan qarashni nima uchun tarjih qilgan desa, sajda sahv qilishni buyurgan shunday Rasululloh. Al-amr yadullu al-wujub. Anda Rasululloh muvazoba qilgan. Davomliganda bir chata chiqqan chaqda, yani 5 ahvolda Rasululloh sajda qilgan. Davomli keyin muvazoba qilganlikdan bu vojiblikni bildirishi muayyanlashadi deydi. Lekin min shuruti sihhat solah, mana menga gapimda, may bordim masala bor. Bu namozning shuruti sihhatni tashlab etgan chaqda vojib bo'ldi degan gapmi? Lekin sajdaning o'zi namozning shuruti sihhatlarining biri degan bo'lamdi. İkincisi tek turdu ha? Sujud sahva vacip. Vacip bo'lishi bilan billah ashuni qilmasan namoz buzilib ketadi degan. Amaliyotda bu Hanifi mazhabining qarshi musulmon. Naql qilishda xato. Yani bir mazhabda masalan birisiga sajda sahva vojib bo'ldi. Bir vojibni qilmabdi. Sajda sahva vojib bo'ldi. Endi sajda sahva vojib bo'lsa, u sajda sahvini qilmabdi bu. Namoz bo'lmadimdi. Namaz oldu deymiz. Vacibni qilmaganliging uchun uning bir gunohkor olding. Sajda bo'lgan vacibni qilmaganlik uchun uning bir gunohkor olding. Lekin namozing namoz. Shikili naqlda xato.
Manda hazır birincisi mayli bu farz vacib deganda bu ayirman ekan, unda qalamga ishlataverdi mayli. Lekin ikkinchi gap ig'ir xato. Shart sahih hisoblanibdi bu sujud sahva degani va xato. Yani bu o'zi to'g'risi nima? Idza lam yasjud fa innahu ya'tam bi tarkil vajib. Va li tarki sujud sahv. Saysa qilmoqdi. Vojibni tark qilganlik uchun saysa qilish kerakda. Hozir ikki chata qildi buni. Vojibni bir qilmadan, unda uning o'rniga ma'ni qilsang va tuzatimiz, u tuzatilganning qilmaning chiqishni qilmoqlik uchun gunoh bo'ldi. Lekin namozing namoz. Bu shart sahih emas. Shart sahih bo'lsa namozni buzilib ketdi deydi. Yani saysa qilmasa namozing namoz bo'lmaydi desa bo'ldi. Wa farraqa malikun بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال. İmam Malik şirket bilen sözne zikir mesela kıraat yani bunu ayırıptı. Man taşır etken manda, an taşır etken manda. Yani artık koysa manda kılımız, kem koysa manda kılımız, hüküm manda oldu da ayırıptı. Yani birisi vacib, birisi sünnet yani. Nimdapta sucud-u sehvü lezî yekûnu lil ef'alin nâkisa vacibun. Şirketin bilen kem koysan, bu çağda vacip oldu saysa. Ve huve indahu min şurut sahhat salat. Yani saysalı tağa bu çağda namazının dürüst oluşununki, sayib oluşunun şart oldu ki. Hâdâ fil meşhur. Meşhur diyen dillam ne bilmez? Bir qanç qarashdan bağlı çıkılış. Ama gayril meşhur bağlıqan. Ve anhu enne sucuda sahvi lin nuqsani vacibun. Yani bir rivayetten fi gayril meşhurda kem okuulup qalğan ahvalda saysa qilish vacib. Ziyade okuulup qalğan çağ çok mendub. Çünkü sen ziyade okup qalğan taqdir namazını bir to'liq o'qivatdan. Gerdanda namaz saqit bo'lib qoldi. Ortiqqa endi xato qilsam bunda bir shartaq chaplanib qalgandek bo'ldi deydi. Sen saysa qilasan bu tazlim ketibdi. Lekin namazın ziyade olgan taqdir namaz bo'ladi. Lekin kem tukulab qalsa shuni qilmasang kemaletli kalıyordu, boynundan tuluk sağlık olmaya kalıyordu. Ve sebep ihtilafihim fi hamle ef'alihi sallallahu aleyhi ve sellem fi zâlike alel vücub ve alenned. Resulullah'ın şerketine vaciplikle apıramdık, menduplikle apıramdık. Femme Ebu Hanifete fehamele ef'alahu sallallahu aleyhi ve sellem fi sucude alel vücub. Seysahı kılış meselesi de Resulullah'ın şirketleri bu vaciplikle apıramaz. Dert şirketlerden birini kılmaya kalsa seysahı kıldığı dedi. İz kâne huvel asl. Yani hamluhu alel vücub kâne huvel asl. Endahum. İz câe beyanen li vacibin. Çünkü bu vacip bir işqa bayan haleti geldi. Yani akimus salah diyen sözden bayanını Resulullah sallu kema ra'aytumuni usalli de emeli bayan kıpbagen. Ve emme Şafii, yani İmam Şafii çoğu, fehamele ef'alahu fi zâlike alenned. Resulullah'ın şirketlerine namaz dikemiş bazı şirketlerine mendup kabırıp. Ve akhracaha anil aslı bil kıyas. Kıyas tayyip durup, asla şu vaciplikten mendupluk çıkarıvat dedi. Yani biraz ise secde kılıvatsanla buldu edip bağın, fakat temmet salat yoktu. Yani bir artık kemlik olup bazı secde kılıvat diyen buyruk bağın, bu buyruk bu vaciplikten bildirdi. El-emr lil-vücud'da. Yani İmam Şafii ne için onda vaciplikle mendupluk çıkarıvat dedi. Ve derkennehu lemma kâne as-sucud endel cumhur. Leyse yanub an fardın. Demek bu sayısaba cumhurun karşısında farzın ornuna da sevmeydi. Mendup'un ornuna da sevmeydi. Demek sen sayısaba kılış arkalık namazın toluk olarak gidemezsin. Sen farzını kayıtı bir kılsan mı? Ama farzını bir kılıtıp çalakalan farzını. Andın ilgirken koygallık bazı bir işlere andın sayısaba kılırsa. Peki o farzını kılmayla sen sayısaba koysan lan bulamdan. İşkirket okuplam salam bir sapsa. İşkirket kaptı. Anda o çalakaptan da sayısa kılıda da işkirken okumayla sayısa kılsam bulamdı bulmaydı. Daha ki onun ornuna da siyemide deydi. Lekin mendup nasıl ornuna da siyerdi. Çalakap kasıma kaçırdı. Sayısa kılıversen onu kılmasan mı yani mendupla kayıttan. Ra'a ennel bedel amma leyse bi vacibin leyse huve bi vacib. Vacib bulmayan nasan bedelimi vacib bulmaydı. Bu olan zanıpımızın ornuna da siyep kalgandak mı mesela? Peki akılına şildik kızdı. وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال. Yani İmam Malik'nin nazarında ne için ayrı değilse şirket bekrek takitlik. Ama sözlü çoğu anca emez. Yani karaganda. İkavniha min sulb salat. Çünkü namazın en mühim faaliyetleri ilgileş, turuş, secde diyendik. Yani o zikirgen, okulduğun Kur'an başkalar bu ikinci derecelik değil. Bu İmam Malik'nin uzun karışı.
Evet şu okuşumu bir xil iş şimdi. Fiil. Şunama? فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الْأَفْعَالَ آكَدَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ يَنُوبُ سُجُودُ السَّهْوِ إِلَّا عَمَّا كَانَ مِنْهَا لَيْسَ بِالْفَرْقِ. Yani qarz emas, mandubning o'rnida turadigan bo'lsa-mu, lekin umuman harekatlar, so'zlardan, zikrlardan, qiroatdan bu jalliqroq turdi deb qarab. وتفريقه أيضا بين السجود النقصان والزيادة. İmam Malik kim bo'lib qolsa secde qilishning hukmi vojib, ziyoda bo'lib qolsa mandub tudigo, manda ayirishning asosimi ikkinchi xil rivoyatga asosan g'ayril mashhur qarashga asosan nima uchunsa yakuna sujudun nuqson shuri'a badalan mimma saqata min ajza salat. Kim bo'lib qolgan narsa o'rniga desa shun yo'l qo'yilgan dedi. Sezsa وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل. لكن مما سقط من أجزاء الصلاة بعض واجب تشلب قياب نمكسون بدل ولا ما يكين. شنو قايد خمسون ما. يعني بوما يرمو تشلو يرمو تشمايد. يعني مندوب نسبتاً شو ديكين. مندوب نخماي لا سيسا كلس بولت. شنو بدل ولا بقال. لكن سجود الزيادة ديكين artık koyganlıkı bir keçirim süreçte ibaret. Bedel emez. Çünkü onun nasıl bulap oldu. Adaklaş gerek olan vacibine adak buldu. Artık olan olan. هذا الفصل الثاني اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال. Secde sahvini qilamiz. Qilgan chaqda salomda ilgirimi kim bor? O'rni dedi. Mavda oshmi shu? Mavadami. Balki. فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه abadan qabla salam. Şafi'i mazhabdagilar salomda ilgirlam qilamiz. Davomli qanday bo'lsin qilamiz. Nuqson, ziyoda, o bu bo'lsin. Va dabatul hanafiyya ila anna mawdi'ahu abadan ba'da salam. Yani bu mazhabda salom berib qo'ygandan keyin qilamiz. Hozir bu bir qatimdan gapini, birinchi qatim desak bo'ladi. Ish qilib hozir mava undan keyin, ya'ni qayta bir salom qilamdi, qilmamdi, uni hozir ner tutib turaydi. Hozirgi masala namozni oyoqlashtirgan zabi salom berib bo'lib, anda saysa qilindi, shu bir salom berishdan ilgari saysa qilib, anda salom beramdi. Salom berib bo'lib, keyin saysa qilib, keyin tashahhud o'tirib, keyin salom beramdi, bu boshqa masala. Va farraqatul malikiyya faqalat. Maliki mazhabda ayirib baqibdi. Kam qolganlik sababidan saysa qilgan bo'lsa, salomni ilgari qiladi. Ortiqlab qolganlikdan bo'lsa, ya'ni mandub degani bu. Shu namoz ziyoda Osmonda bo'ldi o'g'lini. Bu chaqda salomdan kim bo'ldi debdi. Nima uchun desa, qablasdan namozni to'liqlatib saldilar. Undan salom qil demoqchi. Nuqson oldi bo'lsa, nuqsonni to'liqlatib, undan alaqqa namozga salom bersa demoqchi. Salom degan namoz oyoqlashganda bergan nima? Son namozning to'liq bo'lsin, undan salom bergan. Va qala Ahmad ibn Hanbal yasjudu qabla as-salam في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام رسمي أثري لك رسول الله قندا أهوال دا ilgiri secde qilgan bo'lsa salomdan ilgiri biz shunday qilamiz. Salomdan keyin secde qilgan bo'lsa qanday ahvollarda? Shunday ahvollarda biz buni endi qilmaymiz. Uni odatda biz bu kitobni 5 ahvolda qildi da 5 ahvolni odat deymaymiz hamimiz. Bu avamga qanday uni ayirib mandala qasmında uni deb o'ginib bo'ldi uni. Mahmed'in dibine salomdan qilamiz degan chiq o'rinda. Birinchi muqabalada ya da imam şekil muqabalada shu. Ana shu şeyskiga biradir ki mesela burada hiçbir yerden salomdan qiladi. Ya şu bilib o'rinda. Ya u adigini bir xil boshqa ahvolni qiyos qiladi. Lekin Rasululloh 5 ahvolda secde qilgan. 5 ahvolning balki 3da qabla salom, bir ikkisida ba'da salom qilgan bo'lishi mumkin deyiladi. Mushu qabla salom qilganda qanday ahvolda ikki rekat o'qib salom berib salgan 4 rekat namozda. 2 rekatdan orliq tutamaylam ichida qolib ketgan. Manda ahvolda manda qilganda tafsiliy bir ahvol bor. Şunda tefsir aldı. Sen şunda ahvalda, aşında kopuk gidip kalsan, Resulullah qabla salom qilamiz, qabla salom qilsin. Ba'da salom qilamiz, ba'da salom qilsa. Endi buni hammalar yozib bilmasak, bu ahvol bizga duch kelib qolgan chaqda bu Resulullah mush ahvolda qabla salom qilgan deb uni qilib, yana bir ahvolda ma'noda ba'da salom qilgan unda qanday tushunib bo'lamiz uni.
Amaliy tarafdan bu ta'sin. İmam Ahmadga ta'simas. İmam Ahmadga yada. Bütün hadislarda ahadiyada bo'lganki İmam Ahmad uni ayriyalaydi. Odatga avam xalq bu seysaning gapini tushunmaydigan odam bo'lsa, buni qanday uqtira olamiz uni? Bu amaliy tarafdan bu zahiriy. Demak, bu İmam Ahmadning hozir bunda dedi, 5 ahvolda, endi 5 ahvoldan boshqa ahvolda, Rasululloh 5 ahvolda savollik qilib secde qilgan. Biz hamda 10da 20 ahvolda qilib solamiz, tamam? Endi u 5 dan chiqarib olsa, qolgan 15-20 ahvolda biz qanday qilishimiz kerak? Biz qiyos qilamiz, dedi İmam Ahmad. Qanday qiyos qilamiz? Qabla salom qiyos qilamiz. Ba'da salom qiyos qilmaymiz. Mana fama kana min sujudin fi g'ayri tilka al-mawadi' degan qaranglar. فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام عندما هو قياس منا باش أورندم باش أحوالدا سهولك قاسا وجدا قبل السلام سيدك لدو يعني رسول الله قبل السلام سيدك غالق بل إشكي أحوالغلام قياس قلمز demek مذهبتهم قياس إشلتار أما مثلا أثر أماسا وقال أهل الظاهر ظاهري لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. رسول الله سجد 5 أهوال دا. أين أجند أهوال يجبر قاسم أين شنو نقول؟ من بشر خمس. نمشي القياس باطل. تمام؟ شو قياس باطل ينجب تنشتن. ونن قياس باشكشنا قياس كم ما يسا. وغير ذلك إن كان فردا عند سيسا خمسان قندا قلسان دا. Bu mesela kaçını qanday şeyse desa undan başqa ahvolda imkoni fardan ana kam ko'p qolgan narsa qilmay qolgan narsa farz bo'lib qolsa shuni qilib o'tsa manda bo'lib qolsa hech vaqasi yo'q va sabab fi ixtilafi annahu sallallohu alayhi vasallam thabata anhu annahu sajada qabla as-salam wa sajada ba'da as-salam rasulullohning sajdasida salomda ilgari qilgan kim qilgan va dalika annahu thabata min hadisi ibn buhaynata annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس ishkarakatdan qolib ketib qoldi. Kishilarmi qolib ketdi deysiz, billah. Falamma qada salatahu sajada sajdatayn. Namozni to'liqlab o'qiyotgandan keyin o'tirib bilan ikki sajda qilib o'tdi deydi. Yani bu qabla salom sajda qilib o'tib, undan o'qildi demakchi. Va sabata aydan sajada ba'da salom. Salomdan keyin sajda qilganlikmi sajdasi keldi. Sabata degandan muallifning islohi bitta sahihaynning ikkisi birisi kelgan bo'lsa sabata deydi. في حديث ذي اليدين المتقدم النسيت مقصرات النواوة إذ سلم من سنتين يعني من سنتين شكركت لهم سلام بريد قلده أيضا قند قلده رسول الله سلام بريد قلب عندهم سيسا وقيغان عند إمام شكركت أرتركت قاس قند قلش كراك إمام حسن أرتركت شكركت تنكينك تشاهد وطمع إسلو قوكت قوك كتير تب Oturuşlan kumaşının qarlıqda alatda istikab qalğaç oturub oldu. Tamam? Yani bazı dayda sucud akrab bolsa, oturdu, qiyam akrab bolsa bu deyişi mümkün. Şu qiyamga qadar oturası oldu. Qiyam qolub bolğan ekan şu bazılar yani qaytib deydiganlar var. Bazılar ya qolub bolğan ekan bo'ldi. Yana rakatni boshlab ketadi. Rukunni boshlab bolğan ekan sen usuni qatmaysa dedi. فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو. Endi Seysahadım kıyas kısak oldu. Resulullah 5 orunda seysaha qilgan. Biz o 20-30 xil ahval bo'lsa, aşan kıyas qilsak buldu deb qaraganlar. Alladine ra'u ta'diyatul hukm fil mawad allati sajada fiha alayhisolatu vassalam. Yani bunu başka ahvalgımı bu hükümünü yütkep apasak buldu. Yani kıyas qilsak buldu digerler demek. İla ashbaha o'xshash ahvallarga yutkisak buldu digerler. Fi hadhihi al-athar as-sahiha mujtahidlardagi ahvollardagini boshqa nimaga yuksak bo'ldi deganlar salasata mazahib fadhahabu salasata mazahib deydi ahaduha mazhab at-tarjih birinchisi tarjih qilish mazhabi ikkinchisi jam' qilish uchinchisi jam' qilib qilib undan tarjih qilish bu jam' qilib tarjih qilish degan nima aylaqa manda ahvolda ziyoda bo'lsa manda kam bo'lsa manda dedi shunami manda qilib bir jam' qilib deb ana tarjih degani haliqa Rasulullohning kamgan bir ahvol bo'lib qolsa, uni qabla salomni tarjih qilib turib, Imom Ahmad dedi, hadis kamgan ahvolni qabla salom qilamiz mana dedi. Va qabla salomni bir tarjih qilib, uni qapaganki, jama qilish bir bo'ldi, undan biz tartib tarjih bo'ldi demak. Ya'ni jama degani hozir
Rasulullah 5 ahvolda sajda qilgan. 5 ahvolning mesela 2da qabla salom, 3da ba'da salom ya aksi bo'lgan bo'lsa, biz hammaga tang amal qilib, tang jamlab turib amal qilamiz deydi. Ya qabla salomni ba'da salom bo'ysundiramiz, ya uni ma'lum bo'ysundiramiz demadi. Ash hammani olamiz degani jam qilish. Endi Rasulullah sajda qilmagan, Rasulullah duch kelib bakmagan ahvolda biz duch kelib qolsak-chu, buni qabla salom deganni tarjih qilib turib, ashuni qiyos qilib ish qilamiz dedi. Bu tarjih degani. Faman rajjaha hadith ibn Buhaynata radhiyallohu anhu qala as-sujud qabla as-salam. Ibn Buhayna hadis xasa Ibn Buhayna degan Abdullah ibn Buhayna ibn Malik. Buhayna degan onasining ismi. Onasining ismidan tanib ketgan masalan. Ya balki hamda Abdullah ibn Malik'in bir qancha so'g'in bo'lsa, qachida bunda tanishlik bo'lsin deb bunda Ibn Buhayna deb nima qilgan bo'lishi mumkin. Bunun asaslanganda as-sujud qabla as-salam dedi. Vahtajja lidalik bi hadith Abi Sa'id al-Khudri. Bunu yondashtirib yana Abu Sa'id'dan sahih hadisini dalil qilib ko'rsatdi. As-sabit degan nima mishada? Mishada masala bor. Sabit degan sahihning birisi bor hadisini demakchidir. Shunami? Ras bu hadis sahihning birisi bor, lekin ma akaga lafzida emas. Annabi sallam qal idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla athalatan am arba'an falyusalli rak'atan wal yasjud sajdatayn wa huwa jalisun qabla at-taslim fa in kanat ar-rak'atu allati sallaha khamisatan shafa'aha bihatayn as-sajdatayn wa in kanat rabi'atan fas-sajdatani targhimun lish-shaytan. Lekin bu anda balki Ibn Hibban, Ibn Huzaymning rivoyat bo'lishi mumkin. Lekin Sahih Muslimning kagina falyatrah ash-shak wal yabni ala mastayqana thumma yasjud. Nima bu yerda shafa'aha bihatayn as-sajdatayn dedi-ku. 5-rakat ortiq o'qigan bo'lsa, 2 rakat sajdaning 2 sajdasi bilan nima bo'ldi? Bu ya'ni 1 rakat hisoblanib 2 sajda 1 rakat hisoblanib, 5-rakat 1 rakat, ya'ni 5-chi 6-chi rakatda 2 rakat hisoblanadi. Bu nafl bo'ldi. Bankan rabi'atan fassajdatan targhimun lish-shaytan. Shayton bizning namozimizni buzib, bizlar ablashgan ekan. Namozimiz buzib ketsa qo'shilib ketishmi? Namozimiz buzmaydi nima qilsa, qildi. Shuni biz texmash achchig'in keltirib, nima hasrat qo'yish uchun Alloh taolo shunda marhamat qilib belgilab bergan. Targ'im degan rag'ma degan nima? To'pog'i militish degan bo'ldi. Rag'ma anfaq deymiz-ku. Lug'at ma'nosida shu to'pog'i militish bundan. Yani seni aytma xar qilish uchun yani shaytonni xar qilish uchun nima? Qalu bu hadisda qilindi fafi sujud ziyada qabla salom. Ziyada bo'lgan chaqda salomdan ilgari qildi buni. Li'annaha mumkinatul wuqu' khamisatan. Yani ar-rak'a shu bir rakatamda 5-rakat bo'lishi mumkin-ku, ehtimollik bor deydi. Shu mushi ehtimolga saydi qildi. Yani 5-rakat yani ziyoda ulab qilish ehtimoli bo'lganlikdan saydi qildi. Bu bir xil ehtiyot bo'larmi shu? Ehtiyot bo'lish shu. Wahtajju lidalika aydan bima ruya an ibn Shihab annahu qala kana akhirul amrayn min Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-sujud qabla as-salam. Ruya deb qo'yibdi, bu agar o'sha gap rasul bo'lsa, av mansukda deganga ishorat qiladi. Ba'da salom degan mazhab degan nima? Mansuk qilib ketgan demak. Munqata undan keyin bu ashruya degan ashu sigatut tadayif joyida bu hisob qilinmaydi. Eğer bunda qolsa, bunda nas bir nima kelib qolsa, mansuk qilib ketdi degan aniq bildiradi. مطرش المازن ضعيف قارب ما كذاب سند كذاب باكم. وأما من رجح حديث ذي اليدين إنما أن في مذهب أساسا قال ذي اليدين حديثنا ترجيح قال أهوالدا السجود بعد السلام يعني في مذهب. واحتجوا لترجيح هذا الحديث bu hadisni taxamamda boshqa hadislarni tarjih qilib mana bakra ko'tarib chiqish uchun ma hadisni dalil qildi dedi. Yani hadis ibn Buhayna qad aradahu hadithan Mughira. Hadithul Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alayhi wasallam qama min ithnatayn wa lam yajlis thumma sajada ba'da as-salam. Mughira ibn Shu'baning hadisida Rasulullah 2 rakatdan qolib ketib, o'tdamaylam, undan salomdan keyin sajda qilgan.
قال أبو عمر ليس مثله في النقل فيعارض به. Demek Mughira'nın hadisi İbn Buhayn'ın hadisi qaraganda sahih derecesi tüven bunun. Onun karşı duranmaydı bu. Tenkilenmeydi o demek. Aciz. Aciz. Aciz hadisi. Biz hazır bizim mezhepte İbn Buhayn'ın hadisiga karıştırış için hadisini çiğnep çıktık biz. Çiğnsek bu sizin anımı kuşanmaydı o. Bu acizdir. Lekin bu hadisning acizligi ba'da salam haqida kelgan sayadisi yo'q degan bo'lamda. Buni chinab chiqmaysan, ba'da salomga boshqa sayadisini ko'rsatsang u Abu Umar ibn Abdulbarning gapi o'rinsizdan chiqadi. Yani ba'da salam faqat hadis yo'q bo'lsa boshqa, Zilyadayningkidan boshqa hadis yo'q bo'lsa, an muajiz hadisini ko'tarib chiqsang sen bu tenkilamaysiz. Buningdan boshqa sayadisi bor. Bunu biraz tenkiledi. Abu Umar şu İbn Abdullah. Ama şu hadislenme yani Ara'ul ulema ahadis el-hukm al-ahadis müşemmena şu kitapta aldı dedik o. El-istizkardan. Hadis-i Mughira mekan likulli sahvin secdatan ba'da at-taslim ve huwa daif. Lakin hunaka adilla sahiha ala-salam ba'da at-taslim. Ka hadis Zilyadayn, tamam? Zilyadaynning hadisi taqabul turalaydi o. İbn Mas'uddan mana ayg'idimi mana İbn Mas'udning sayadisi ba'ni ayg'lam taqab ketdi. Vahtaju aydan lidalik bi hadis İbn Mas'ud as-sabit yani Sahih Muslim'deki. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla khamsan sahiyan ve secada li sahwihi ba'da as-salam mana. Ma huwa aciz emas mana. Ve amma man zahaba mazhab al-jama'. Jama' qilg'uvchi ziyada o'zimanda, nuqson bo'lsimanda, unutqazimanda, unda qizmanda deganlar فإنه قال يعني بو إمام مالك جمع قال أقوال أفعال بقتمس إن هذه الأحاديث لا تتناقض وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة والسجود قبل السلام في النقصان فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع نوعا كهم أفضل دا زيادة وسمن دا نقصان وسمن دا قسم الكلام قالوا وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض كيف قال دب من ترجيح قيغان دنس جمع قيغان أولاد وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح مذهب الجمع والترجيح قيغان كنت إمام أحمد الدولان بالجمع قلته بش أهوان هم من أمر شو أين أمر قلنا ده جمع قلته برنامج تاشكيله ترجيح قامه ده عندك كين قياس قلشتا عندن بيجن ترجيح تراب برجلام قياس قل أما بش كتان قياس قماي Adama İmam Malik 5'i tan kıyas qilgan, jami qilib 5'i tan kıyas qildi. Bu mu jami va tarjih İmam Malik nomida. Yani qabla salam, ba'da salam bo'lgan. Ma fi nuqsoni ma ziyada. Endi nuqson bo'lganini ma'noga ziyada bo'lgan ma'no qiyas qilmaydi dedi. İmam Ahmad dedi faqala yasjudu fil mawadi allati sajada fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala an-nahw alladhi sajada fiha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa inna zalika wa hukmu tilka al-mawadi'. Bunundan da cema. Ama cemaligini aşıp 5 hadisten hammini alımız demek. Birisiga tercih qilib o'tmaymiz. Amma al-mawadallati lam yasfiha Rasulullah sallallohu alayhi vasallam fal-hukm fiha as-sujud qabla as-salam. Bir maqis alayini tutib turish uchun biz qani tanlaymiz desa, sujud qabla as-salamdagi hadisni tanlaymiz. Ashuni tanlab turib, ondan ma'o Rasulullohdan hech qanday kelmagan ahvollarda, sahih qilib bakmagan ahvollarda biz sahih qilib qilsak qabla salomni qiyos qilamiz. Sababi albatta. Chunki bu nima qabla salomning sababi masalan, bu namoz oshini qilsang uni to'liq bo'ladi. Salom degan namozning to'liq bo'lgandan keyin bo'lgan narsa. Bu bir aqliy nima bu? Bir aqliy tarjih bu. Salom qilib ketgan bo'lsa, namoz tamom bo'lgan bo'lamdi yo namoz ziyada o'qigan bo'lsa. Ziyada o'qigan bo'lsa, namoz tamom bo'lib-bo'ldi-ki. Namoz tamom bo'ldi, nima foydasi masalan aldirsan? Günah yoki tuzutish, oxir 5 rakat bilan 2 rakat bilan 6 rakatni o'qish. U 6 rakat hisobida 2 rakat desa, u ayrim namozda qildim. Faki annahu mana. Yani bu aqli qiyas qildi, boshqa yo'q. Faki annahu qasal al-mawad allati sajada fiha sallallohu alayhi vasallam qabla as-salam.
Salamda ilgirki ahval bilan qiyas qildi. Ve lem yaqis alal mavad allati sajada fiha ba'da salam. Anan qiyas qildi, mana qiyas qilmadi. Ve abqa sujudal mavad allati sajada fiha ala ma sajada fiha. Anda Rasulullah secde qilgan ahvolni shu holatda aynan qo'yib qo'ydi deydi. Sen shunda ahvolda qilsang, Rasulullah qanday qilgan bo'lsa shunda qilsadi. Famin jiha bir tarafdan annahu abqa hukm hadhihi al-mawad ala ma warad alayhi wa ja'ala mutaghayirat al-ahkam huwa darb min al-jam'. Demak, besh hadisdan men aynan ilab, mana qabla salam va ba'da salam hammiz tan amal qilamiz deganlar bu jam' qilganlar. Wa raf'un lit-ta'arud, kelmaydi deb turganlar shunami? Wa min jihatin annahu adda mafhum ba'daha duna ba'd. Anamda bir qismi qiyas qilib, bir qismi qiyas qilmaganlar. Adda degan shu qiyasım. Wa alhaqa bihi al-maskut anhu ve Rasulullah düzkep qilmagan ahvolni ashundan qiyas qilganlar. Bu da fazalika darbun min at-tarjih. Bir xil tarjih qilgan. Qabla salamni tarjih qildi. Yani annahu qasa, menga qala ekan, qasa ala sujud alladhi qabla salam. Qabla salamdagi ahvolni qiyas qildi. Ba'da salamni qiyas qilmadi. Demak bu bir xil tarjih qildi shunda. وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكما demek uningdan boshqa ahvolda unda saysav qilish yo'q deganlar zohiriylar. Yani uning sirtida unda 5 ahvoldan sirtida saysav qilish yo'q deganlar zohiriylar. Va qasara hukma ala anfusiha 5 narsaga zodi qartib qo'ygan ahli zohirlar faqtasaru bis sujud ala hadhihi al-mawadi faqat. Demek bu zohiriylar. Müşahede mi dakikadan bizim müşahedemiz başladı da kıyas bulmaydı. Kıyas batı demek. Ve amma Ahmed ibn Hanbal feca'a nazaruhu muhtalitan min nazar ehli zahir ve nazar ehli kıyas. Demek azraq zahirilik var, azraq kıyasçılık var. Ama Ahmed'den olmasa adette şunda yakınında. Zahirilik bilen manda kıyasçığa sıbandı. 50% zahiri, 50% قياسي وذلك نمشون أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده رسول الله بعد السلام قيل أهوالدا شو أهوالدا بعد السلام قل سنة ترولد عندن onu oxşmaydigan Rasulullah bakmandek ahvallar bizga qilsak shu sen qabla salam qilsan deb va adda sujud alladhi warada fil mawadi' allati qabla salam demak buni qiyas qildi. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. Demek bunu mesela kıyas kıysan, nurgun kıyasını kıtıda o mazbun kuşlandırış için. Hele bunun kıyas kılıp, itiraz buldurup, mat kılış için, tutuluş için keltirdiğin kıyaslarca akli deliller köp. Yani li ashabil kıyas. Kıyaslarının önünde gepleri çıktı. وَلَيْسَ قَصْدُنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَكْثَرِ zikrul hilaf alladhi yujibu al-qiyas. Biz mantuqqa bakrak merkezleştirgan bo'lgan kitobda qiyasi aqli dalilni nas kamiga ahvolni bak ablashmaymiz. Kama laysa qasduna zikrul masail al-maskut anha fi ash-shar' illa fi al-aqal. Azdur ko'pdir hamda deb qo'yishdim sirt odatda biz shariatda aniq bir ko'rsatmagan gaplarni devjum aytdik. وذلك إما من حيث هي مشهورة أقل نمشين دقوي مثلا مشروع غلطين يا باشكن بر قاعدة خاركترلك بغلطين يا كي مقيس عليه بغلطين وإما من حيث هي كثيرة الوقوع يا كب شرغم بغلطين عند ديتو والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله 5 o'rinda sahv qilgan namozda andin sahv qilgan degan 5 o'rin qaysi telsa mana mavlada birdan bir bayon qiladi. Ahaduha annahu qama min ithnatayn ala ma jaa fi hadith ibn Buhayna radhiyallahu anhu. Tashahhud o'tmay ikkinchi rakatga, uchinchi rakat qolib ketib qoldi. Bu Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radhiyallahu anhu'ning hadisi. Ve thani ikincisi annahu sallama min ithnatayn ala ma jaa fi hadith zil yadayn. Bunda 4 rekatlik namozda 2 rekatdan keyin salom berib o'tib qoldi. Üçüncüsü ennehu salla 5 ala ma fi hadith ibn Umar kharrajahu Muslim ve Bukhari. 5. rekatki qolib 5. rekatni o'qib tutdi. Tamam? Ondan saysa qildi. 4. ennehu sallama min 3
ve esir namazda şirketini okup salam verip sağın. Allama fi hadis İmran ibn Husayn radıyallahu anh. Vel khamisu es-sucudu inde şek ani şek mi? Ani şek ala ma caa fi hadis Ebi Sa'id el-Hudri. Bu kavlamda fi'lemez. Tamam? فليطرح الشك والابن على ما استيقان فشفع بهاتين السيدتين قادشوا وسيأتي بعد بأتبه تمام أضبط واختلفوا لماذا يجب سجود السهو يعني اختلاف بغم مثل برسة سيسهو نمشن واجب كل زاده أما إذا سيسهو واجب تنم مالما demek neydi? Limada ecib sucud sahve deb ixtilaflar vacib deb qarag'anlar endi o'zaro ixtiloflashganda deydi-mi? Çünkü bir kısmı alının sünneteydi. Hemmisi vacib demaydi. Faqila yecib li ziyada ve nuqsan. Bazı şunda deb qilibdi. Bu ortiq kam bo'lib qolganlikdan. Mashhurda qarashmish ekan. Bazılar açık sahvlik qilganlikdan endi buldu. Seysa vacib buldu deb. Ve bihi qala ahlul zahir ve Şafii. Ular sahvlik qilganlikning o'zi uchun seysa vacib buldu deb qarab. Hadisning uchun sanab turibdi-da. 5 ahvolni hammani tizib sanab beradi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma ve bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.